Haqiqiy turk seriallaridagi uchastka bo'libdi, lekin qaranglar, mana mashina haydab ketsa bo'ladi. Katta o'rburchak tushgan, katta panoramli oynalari bor. Hop, ma'lumot berib o'tsam, ikkita turk tushgan uyimizda 6 ta xonasi bor, podvallari ham bor. Sergeli Ittifoq mahallasiga ham bo'ladi. Ittifoq masjidining orqasida, bilasizlar, Ittifoq masjididan to'g'ri chiqsak 5-masjidga chiqamiz 1 kilometrdan keyin. Hop, tashqarida sanuzilimiz bor. Bu yoqqa bemalol ikkita mashina ketadi. Zenoni zonasi, letniy kuxnya ham qilingan. Uy ichini bitta ko'ramiz endi. Keyin koridorlar yaxshi ko'radiganlar marhamat. O'ng qo'limizda oshxona bo'ladi. Oshxonamiz ham kattagina. Bemalol bunaqasiga ham mebellar tushirarkansizlar. Panoramli oynalar. To'g'rimizda bo'lsa zal. Zalimiz ham kattagina, kengina, oq hovlilari ham bor. Bekam o'z qilingan ekan. Shunaqa planirovkani yaxshi ko'raman. Birinchi etajda zal, spalni, tepada 4 ta spalni bo'lsa, ajoyib planirovka bo'ladi. Zaldan keyingi xona bu yoqda birinchi qavat shu. Umumiy sanuzel. Remontlari ham akkuratli bo'lgan ekan. Va ota-onalarga yotoqxona qilib bersak bo'ladi bu yerda. Ko'rasizlar, keyingina yorug' oq hovliga chiqadigan eshiklari bor. Eshiklarni ham vaqtini qo'yishgan, shularga ham e'tibor berish kerak, ko'rasizlarmi? Mana shu qalin eshik. Sovuq kirmaydi qishda kamida, yozda issiq chiqib ketmaydi. Ikkinchisiga ko'rib chiqamiz endi. Ko'rib turibsizlar, MDFdan qilingan podsvetkali zinalar, yo oyna qilingan dekorativniy, juda ham chiroyli. Tepada umumiy 4 ta xona, общий sanuzel, bitta родительский xona bo'ladi. Родительскийdan boshlasak, детский xonamiz. Oynalarni hovliga qarang. Yo'q, yana детский o'zini balkonlari bilan birga preparasiyalar ko'rinadi. Bu yoqda umumiy sanuzel. Bu yoqda bitta katta yotoq xonasi. Va bu rozetkaga spalni bo'lishi kerak-da. O'zining ichida sal usullari bilan birga qarang. Dekorlarni juda chiroyli. Oynalar bor. Mana oshxonani amnaqalargacha qilib qo'yishgan. Oddiy qilib yopsa ham bo'ladi, lekin falon pulsimli oynadan qilishibdi. Tashqarini bitta ko'raylik. Mahallamizda zo'r, o'sha eski o'zbekona mahalla, katta uchastkalar tushgan ekan, o'zi ham ma'lumotli, bahaybatligini. Uchastkamiz xullas Ittifoq mahalla $155 ming. Uni ko'rib qolinglar.